Voy sovchilikka kelibsizlar-da. Sizda bulbul bor ekan, bizda bulbul. Ha, yaxshi-da. Ye, Obid. Nargiz? Ha, onasini o'zi sinfdoshim qiziga suv cho'p kelib qo'yibsiz-ku. Sizlar tanishmisizlar? Yo'q, bu xola meni kimgadir o'xshataverdi menimcha. Xola? Nargiz, Uydamisan? voy, sindosh qizlarim keldi. Bugun gashtagimiz bor edi. Ha, endi o'ldi. O'g'il bolasini to'sharingiz yo'qmi? Ha, bor. Prosta choyxonaga gashtagga keladigan mujiklar yo'q-da. Voy, qizlar kelinglar. Kakras qizimga sovchi kelgan. Voy, meni bolam shunaqa esli. Birorta qiz bilan gaplashmagan-a? Voy, sen bilan gaplashganmi? Ha. Sen bilan-chi? 2. Men bilan ham 3 yil gaplashgan. Biplas. Mahalga nima xohlasalaring beradi. To'g'rimi? Ha, gelik beraman, gelik. Maktabda remont pulini bermasdi. Keliki go'rdan berasanmi? Kuyov bola yoshga o'xshaminglar. Shu paytgacha nimaga uylanmagan? Voy, qiz tanlayapti. Didi nozik. Voy, didi nozik. Didi nozik. Qurvoqaga nos chektirgan bolada did nima qiladi? O'g'lim o'ta seriozli. Даже bo'lar bo'lmasga kulmaydi ham. Voy, nima seryozni? Uchinchisi sip qo'yganini ham ko'rganmiz-ku. Xullas, siz o'ylab ko'rdik. O'g'lingiz bizga to'g'ri kelmas ekan. Tengi bilan, tezak qopi bilan deganlaridek. Men qizimga teng topaman, siz o'g'lingizga qop toping. Kampir shoxlari. Hayronman, shuncha maqtasam ham qizini bermadi-ya. Ya, sinfdosh qizlarim ekan-ku, 1 yil maqtasangiz ham qizini bermaydi. Nimaga? Chunki bir vaqtlar bular hammasi bilan gaplashganman-da.